Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Raqamli biznes transformatsiyasi fani doirasida navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Ushbu ma'ruza mashg'ulotimiz mavzusi milliy va xalqaro darajada kiberxavfsizlik deb nomlanadi. Bu mavzu doirasida ushbu savollarni ko'rib chiqamiz. Kiberjinoyatchilik tushunchalari, milliy axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik strategiyalari, kiberxavfsizlik sohasida xalqaro hamkorlik, statistik ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlarida xavfsizlik ta'minlash va O'zbekistonda kiberxavfsizlik tahdidlari va muammolariga bag'ishlanadi. Agar siz siringizni shamolga aytsangiz, uni daraxtlarga aytgani uchun shamolni ayblash talab etilmaydi. Kehlil Gibraning ushbu fikrlari ushbu bugungi mavzumizda kirish qismi hisoblanadi. Aynan ko'radigan bo'lsak, axborot xavfsizligi bu ma'lumotlarni yo'qotish, o'zgartirishga yo'naltirilgan tabiiy yoki sun'iy xossalar, tasodifan va qasddan ta'sirlardan har qanday tashuvchilarda axborotlarning himoyalanganligi tushuniladi. Axborotlarning himoyasini boshqarish va ishlab chiqarish faoliyatining axborot xavfsizligini ta'minlovchi va tashkilot axborot zaxiralarining yaxlitligi, ishonchligi, foydalanish osonligi va maxfiyligini ta'minlovchi qat'iy reglamentlangan dinamik texnologik jarayon tushuniladi. Kiberxavfsizlik tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu kiber muhitni tashkilot va foydalanuvchi aktivlarni himoya qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan vositalar, siyosatlar, xavfsizlik tushunchalari, bundan tashqari xavfsizlik choralari, yo'riqnomalar, xavflarni boshqarish yondashuvlari, harakatlar, turli xil treninglar, eng yaxshi amaliyotlar, kafolatlar, texnologiyalar to'plami sifatida qaraladi. Tashkilot va foydalanuvchining aktivlari ulangan hisoblash qurilmalari, xodimlar, infratuzilma, ilovalar, xizmatlar, telekommunikatsiya tizimlari, kiber muhitda uzatiladigan saqlangan ma'lumotlarning umumiy yig'indisini ham o'z ichiga olishini ko'rishimiz mumkin. Kiberjinoyatchilik to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda kiberjinoyatchilik g'arazli yoki buzg'unchilik maqsadlarida himoyalangan kompyuter tizimlarini buzib ochishga, axborotni o'g'irlashga va buzishga yo'naltirilgan alohida shaxslarning yoki guruhlarning xatti-harakatlari yoki jismoniy harakatlar nazarda tutiladi. Kiberxavfsizlik sohasini 4 ta bir yirik sohaga ajratishimiz mumkin. Bular ijtimoiy xavfsizlik, ma'lumotlar xavfsizligi, davlat ta'minot xavfsizligi hamda tizim xavfsizligiga bo'linadi. Kiberjinoyatchilikning eng keng tarqalgan turlari qatoriga kompyuter qaroqchiligini, onlayn firibgarlik, kompyuter tarmog'ida hujum qilish, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, taqiqlangan ma'lumotlarni tarqatish va boshqa shu kabi misollarni keltirib o'tishimiz mumkin. Kiberjinoyatdan asosiy ko'zlangan maqsad, e'tibor beradigan bo'lsak, pul, qimmatli qog'ozlar, kredit, moddiy boyliklar, tovarlar va xizmatlar, imtiyozlar va shu kabi moddiy ahamiyatga ega bo'lgan xom ashyolarni noqonuniy ravishda olish, soliq va turli yig'imlarni to'lashdan bosh tortish, shaxsiy yoki siyosiy maqsadlar uchun mamlakat pul tizimlarini buzish, talonchilik, raqamni yo'q qilish, boshqa jinoyatlarni yashirish uchun tadqiqot maqsadlari va shaxsiy intellektual qobiliyat va ustunlikni namoyish qilish maqsadlarida amalga oshiriladi. Kiberxavfsizlikning turli ta'riflariga to'xtaladigan bo'lsak, aynan hisoblashga asoslangan bilim sohasi bo'lib, buzg'unchilar mavjud bo'lgan sharoitda amallarni kafolatlash uchun o'zida texnologiya, inson, axborot va jarayonlarni mujassamlashtirgan bir butun tushuncha sifatida qarashimiz mumkin. Uni eng asosiy terminlari bu konfidensiallik, yaxlitlik hamda foydalanuvchilik hisoblanadi. Konfidensiallik bu tizim ma'lumoti va axborotga faqatgina vakolatga ega bo'lgan subyektlargina foydalanish mumkinligini ta'minlovchi qoidalar, ma'lumotlar to'plami hisoblanadi. Yaxlitlik esa ma'lumotlarning aniq va ishonchli ekanligini ishonch hosil qilish, ya'ni axborotni ruxsat etilmagan o'zgartirishdan yoki yozishdan himoyalash nazarda tutiladi. Foydalanuvchanlik ma'lumot, axborot va tizimdan foydalanishning mumkinligi, ya'ni bu yerda ruxsat etilmagan bajarish, ya'ni turli xil xatti-harakatlardan himoyalanish nazarda tutiladi. Kiberxavfsizlikni o'z navbatida bir qancha yana alohida bir sohalarga bo'lishimiz mumkin. Bular ma'lumotlar xavfsizligi, dasturiy ta'minot xavfsizligi, tashkil etuvchilar xavfsizligi, aloqa xavfsizligi, tizim, inson, tashkilot va jamoat xavfsizliklariga bo'linadi. Va ushbu slaydda yuqoridagi kiberxavfsizlik turlarini alohida ta'riflari keltirib o'tilgan. Endi bugungi kunda aynan kiberxavfsizlik sohasida duch kelishi mumkin bo'lgan eng muhim xavfsizlik muammolariga to'xtalib o'tamiz. Birinchisi bu bulutli hujumlar. Bulutli hisoblash so'nggi yillarda jadal rivojlanayotganini ko'rishimiz mumkin va oldingi mavzularda aynan bulutli hisoblash masalasida ham bu fikrlarni to'xtalib o'tdik. Bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderlar endi samaradorlikni oshirishi va xarajatlarni kamaytirish uchun o'zlarini mijozlarga turli xil bulutli platformalarning imkoniyatlarini keng assortimentda taklif qilishmoqda.
zaxira saqlash varianti sifatida boshlangan turli xil bulutli hisoblash, shundan so'ng tashkilotlarda ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash va almashish usullari keng qamrovli hisoblash platformasiga aylanganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu sababli kompaniya ularga qarshi himoyasini kuchaytirish uchun bulutli kiber hujum nima ekanligini albatta bilish maqsadga muvofiq. Ikkinchisi bu phishing hujumlari. Phishing bu foydalanuvchi nomlari, parollar va kredit karta raqamlari kabi shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash uchun tez-tez qo'llaniladigan ijtimoiy muhandislik shakli tushuniladi. Ushbu kiber xavfsizlikning muammosi zaif maqsadlarda elektron pochta xabarlari ko'rinishida, xabarlar yoki boshqa bir matnlarni jo'natuvchi ishonchli shaxslar sifatida niqomlangan yomon bir aktyorni bir o'z ichiga olgan ko'rinishda amalga oshiriladi. Noma'lum qabul qiluvchi zararli havolalarni bosish uchun demak aldanib qoladi va uni bosishdan so'ng o'z tizimiga zararli dasturlarni o'rnatishganini o'zi ham sezmay qoladi va ushbu ma'lumotlar keyinchalik maxfiy ma'lumotlar oshkor etiladi. Uchinchisi bu buyumlar interneti hujumlari. Buyumlar internet texnologiyasi mavzusini ko'rib o'tganda ham bu masalaga biroz to'xtalgan edik. Demak, bu ko'p qirralikni hisobga olgan holatda buyumlar internet gadjetlari odatda boshqa bir hisoblash aktivlari bilan solishtirganda ularni zararli harakatlardan himoya qiladigan qat'iy bir xavfsizlik choralarini saqlamaydi. Natijada tajovuzkorlar tizimlarga kirish uchun ushbu zaif tomonlardan foydalanishi kuzatiladi. Bu o'zgarishlarning guvohi bo'lsa-da, o'zgarish global miqyosda ommaviy qabul qilinmagan hisoblanadi. O'zbekiston aynan kriptomaynerlar hujumiga eng ko'p uchraydigan mamlakatlar qatoriga kirdi. Bu salbiy holat albatta. Davlat organlari va tashkilotlarda belgilangan xavfsizlik talablariga javob bermaydigan qurilmalardan foydalanish oqibatida kiber tahdidlar soni va ko'lami ortib borishiga sharoit yaratilmoqda. Bu holatni esa davlatimiz kiber tahdidlarga duchor bo'lish indeksida 108 davlat orasida 70-o'rinda, ya'ni kiber himoyaning eng past darajasi, ya'ni 0.171 indeks bilan baholanganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan kiber xavfsizlik markazi davlat unitar korxonasi 2020-yilda o'tkazgan monitoring natijalariga ko'ra, internet milling segmentida axborot va kiber xavfsizlikka tahdid soluvchi 27 milliondan ortiq zararli va shubhali tarmoq hodisalari kuzatilgan. Mazkur davr ichida davlat va xo'jalik boshqaruv organlari veb-saytlariga nisbatan sodir etilgan hodisalar 144% ga o'sganligini ko'rishimiz mumkin. 243 ta veb-sayt ekspertizadan o'tkazilgan. Aynan uz milliy domeni hududida 337 ta. Shundan davlat tashkilotlari veb-saytlarida esa 79 ta axborot xavfsizligi hodisalari aniqlangan. Buyuk Britaniyaning Comparative tadqiqot kompaniyasi tahlilchilarni kiber xavfsizlik darajasi bo'yicha dunyo davlatlar reytingi natijalariga ko'ra, O'zbekiston kriptomaynerlar hujumiga eng ko'p uchraydigan mamlakat deb topilyapti. Ya'ni 60 ta davlat ichida 56-o'rinni egallagan. Va yuqorida statistik ma'lumotlarni ushbu slaydda ham davom ettirishimiz mumkin. Kiber xavfsizlik markazi davlat unitar korxonasi aynan mana shu O'zbekistonda kiber hujumlarni, xavflarni, tahdidlarni oldini olish maqsadida tashkil etilgan tashkilot sifatida qaraladi. Va bu internet tarmog'ining uz milliy segmentida joylashgan veb-saytlarni axborot xavfsizligi talablari asosida tekshirishga ixtisoslashgan tizim hisoblanadi va davlat axborot tizimlari yaratishda texnik va axborot xavfsizligi talablariga asosan ekspertizadan o'tkazadi. Ushbu tashkilotni tarixiy evolyutsiyasini ko'rishimiz mumkin. 2013-yilda tashkil etilgan bo'lsa, 2019-yilda bu tashkilot aynan kiber xavfsizlik markazi davlat unitar korxonasi nomi bilan qayta tashkil etildi. Kiber jinoyatchilikning klassifikatsiyalariga to'xtaladigan bo'lsa, yuqorida qisman bu masalalarga ham to'xtalib o'tdik. Moliyaviy yo'naltirilgan kiber jinoyatlar, ya'ni birinchisi phishing, kiber zo'ravonlik va moliyaviy firibgarlik deb yuritiladi. Firibgarlikning phishing yo'li ushbu chizmada keltirib o'tilgan. Ya'ni firibgarlar tomonidan phishing saytiga olib boruvchi daromadli takliflar yoki turli xil diqqatni tortuvchi bayonotlar, ya'ni ma'lumotlar yuboriladi va bu jabrlanuvchilar ushbu xushxabarlarni, ya'ni bir iliq qabul qilib olib, shoshilinch demak bu ma'lumotlarga kirishga harakat qilishadi va aynan mana shu orqali firibgarlar jabrlanuvchilarning barcha ma'lumotlarini qo'lga kiritib, demak buzg'unchilik harakatlarini sodir qilishadi. Kiber jinoyatchilikning klassifikatsiyasining ikkinchisi bu iqtisodiy kompyuter jinoyatchiligi hisoblanadi. Demak bu jinoyatchilik amalda ko'p uchraydi hozirgi kunlarda.
aynan bu jinoyatchilarga millionlab AQSh dollari miqdorida noqonuniy daromadlar keltirayotganligi statistik ma'lumotlarda qayd etiladi. Ular orasida eng keng tarqalgani firibgarlik asosan bank hisob raqamlari va bank kartalari orqali amalga oshirilmoqda. Keyingisi bu inson va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklariga qarshi qaratilgan kompyuter jinoyatchiligi. Ushbu kiber jinoyatlarning yana bir turi aynan mana shu kompyuter qaroqchiligi deb nomlanadi. Bu jinoyat dasturiy ta'minotni noqonuniy nusxalash, ishlatish va tarqatishda namoyon bo'lishi mumkin. Keyingi turi bu jamoat va davlat xavfsizligiga qarshi kompyuter jinoyatchiligi deb yuritiladi. Ushbu harakatlar jamoat xavfsizligiga qaratilgan xatti-harakatlar aynan ko'pincha ma'lumotlar uzatish qoidalarining mamlakat mudofaa tizimining yoki uning tarkibiy qismlarining buzilishiga olib keladigan xatti-harakatlarni o'z ichiga oladi. Shaxsiy daxldorlikka aloqador kiber jinoyatlar nuqtai nazaridan qarasak, bu josuslik, qalbakilashtirish, ma'lumotlar bazasidagi biometrik parametrlarni almashtirish ga tegishlidir. So'nggi 3 oy ichida o'zmilliy segmentda eng ko'p uchragan 5 ta zaifliklarni to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bular qatoriga 3-chorakda aynan aniqlangan 500 mingdan ortiq kiber tahdidlar va zaifliklar to'g'risida to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar tahlil qilingan. Xususan davlat sektorida 410.724 ta, xususiy sektorda esa 144.705 ta kiber tahdidlar aniqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari kiber tahdidlarning soni 43%, davlat organlari, tashkilotlari 30%, telekommunikatsiya operatorlari va provayderlarga 15%, bank va moliya sohasiga sektorlarga taalluqli bo'lgan xatti-harakatlar yoki tahdidlar, zaifliklar aniqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu ma'lumotlar bilan bugungi mavzumizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.